Pulingizni aql bilan ekonom qilasiz yoki ko'p pul ishlatib yuraverasiz. Mevalarni eng arzon paytda toshdek qotirib, eng qimmat paytigacha svejiy ushlab turadigan morosilkali narxini tushirib qo'ysam, mevachilar ham gapira olsa kerak. Hozirgi kunda 200 ming so'mga qulupni olib yegan yaxshimi? 5 ming so'mga olib muzlatilganimi? Morosilnik garant, high-tech va modern uyg'unligida qilingan, xolodilnik ko'rinishida bo'ladi. 3 yil garantiya beriladi. Ishlashi ham, ko'rinishi ham 25 yil orqada yuradigan morosilkani o'zini 3 million 300 ming so'm sotayotgan ekan. Taxmin qilib ko'ringlar. Masalaga bundan narxini necha pulgacha arzon qilib olaman? Tashqari ko'rinishi ixcham, kompaktli ko'ringani bilan ichkarisi stilajli konteynerlar bilan jihozlangan, ancha fruktlarni toshdek qotirib berishga mo'ljallangan. Bir emas 3 ta konteyneri bor. Haroratni chetidan regulirovka qilasizlar. Razmarajivni degan narsani unutib yuborasizlar. Morosilka past to'klarga ham chidamli, katta to'klarga kuymaydigan, yevropeyskiy standartli. Razmerini bilmaydiganlar uchun bo'yi 85 sm, eni 55 sm bo'ladi. Ba'zi joylarda ancha oddiyroq morosilkani $280 sotilayotgan paytda ham vaqtinglarni, ham naqdinglarni tejab beradigan shunaqa morosilkani bor yo'g'i $209 qilib beraman.